mukofoti olasiz hozir. Domlar tanamasa kerak uni. Nima ham? Ablasan tanov ber. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم devam ettirebilir Vallo, baraka, otan gel. Ahmet, gördük. Yaxshi, rahmat. O'zlaring ham tinchmisizlar? Yaxshiman, mana. Eson, Kuzuman. Hop, qachchadari. O'tiranlar davom bo'lsa, bir chekkada o'tiringlar, kattalar. Bir chekkada o'tiring. Yo'q, nariyoqqa, tiyagacha. Vatan turib ketaylik, boshlab o'tirsin. Bular o'tirgan shundoq. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Shoirlar, imom bog'larga pir ustolar. Qatorida dadam ruhlarga akab, ruhlar. Tamom o'tgan xayr-xishda arabolarimizga, umidvorlarimiz, ruh bog'lariga, go'daylarimiz ham ruh bog'lariga. Allohumma maghfiril wal wali wal ustad wal jamil wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan va qina azoban nar rahmatika arhamar rohimin. Degan ehsonlarimizni, savoblarini o'tganlarimiz ruh bog'lariga, pir ustolar, yeshlarga dagohingda mahfur qilgin.
Qozirligin, hozirligin, yagonaligini haq hurmatidan pok et Parvardigor. Ana kelinimiz ham iymonlarini va salomat qilgan ko'raylarimizni oyoqlarini tayda ko'tarib katta qilib ruhi kamollarlik qilib beradigan qilgan o'zini ulug'ga istirgan Xudoyo esonlar o'zing dargohingda mustajo qilgin. Qolganlarimiz ham ruhlarini hammasini balad qilib Alloh taolo o'zing dargohingda hammalarini ham bolalarimizni ham o'g'illarimizni ham katta kishilarimiz hammasini kana jahallik xotirjamlik omonlik sog'lig'ini Alloh bersin. Yuzlarini yor, yuzlarini qilib martabalarini balad qilib shunlaringa baraka bersin. Xonadonlaringga Alloh taolo hammalaringga ham boylik ham bir muqaddim tavsiya qil Alloh taolo baraka bersin. Go'daylarini, ahllarini parishon qilman, islom to'g'risida qilmasin, Alloh o'zlariga gunoh qilmasin. Yuzlarini yor, yuzlarini qilib martabalarini balad qilib tashlariga Alloh baraka bersin. Yuzlarini ugatilmasin, so'zlarini o'zlariga poklik Parvardigorim. Ko'p xatolarga panohida asrab, panohida saqlab ruhlarini Alloh baraka bersin. Alloh hamma xonadonlaring bilan tinch o'g'in. Xudoyo Parvardigor o'zi panohida asrasin. Oqibatchilarini Xudo balad qilsin. Faqat ruhlaringni Alloh balad qilsin. Alloh